Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimizda ashaddiy muxlislari. Mana biz hozir katta teplisalarni to'xtatdik. Endi kichkinagina xo'jalikdagi 3 sotiylik, 2 sotiylik teplisalarga kirib keldik. Mana hozir biz Bag'dod tumani, bizga qo'shni bo'lgan Bag'dod tumanini Ultarma degan qishlog'idamiz. Ukamiz Zuhriddin ko'chatni o'zimizdan olgan. Mana shuni tarbiyasini chiroyli qilgan. Telefon qilib qoldi, keling deb bir videolarni olib sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Bekka Grazonnaga kelgan. Endi biz o'sha boshida aytib o'tganimizdek musobaqani tashkil qilganmiz. Yaxshi bo'lganlarga mukofotlarimiz bor deb. Lekin aslida bu chaqirtirgan odamlar mukofot uchun emas. Pomidorni go'zalligidan, chiroyli bo'lganidan xursand bo'lib, bir ko'ring aka, mana bergan ko'chatingiz yoki urug'ingiz deb chaqirishyapti. Xudo xolasa mana hozir video davomida ko'rasizlar. Bu pomidorlar qachon ekilgan, qachon sotuvga chiqdi, hamda bozorda bozorgirligi haqida ozgina video qilamiz. Hammasini video davomida ko'rasizlar. Zuhriddin, mana bugun vaqt ajratib keldik. Juda xursand bo'ldim. Juda chiroyli. Hozir shu paytgacha bir ikkita video qildik. Olti ariqli Bahmomjondan tashqari, uniki ham 2 sotik edi. 2 sotikdan. Mana sizga keldik. Bu teplisamiz ne sotik? Teplisamiz Vatyor aka 3 sotik. Sotik qilingan. 10-fevral kuni, 10-fevral kuni mana shu ko'chatlar ekilgan. Aha. 900 dona ekilgan. 3 sotikka 900 dona ekkansiz. Aha. Hozirgi kunda mana ko'rib turibsiz, hosillarimiz yetilib, pishib turibdi, Xudoga shukr. Birinchi terimimizni mana shu 5-may kuni qilganmiz. 5-may kuni boshlagansiz. Boshlaganmiz. Ro'pparasa 85 kunda uzlikda. 85 kunda. Ro'pparasa 85 kunda uzlik. Qarang, yozuvga borganimizda ham o'sha dehqonimizdan so'radik. Necha kunda uzdiysan? 90 kun dedi. Mana siz 85 kun deyapsiz. Endi ko'pchilik telefon qiladi, 100 kun bo'lib ketdi, falon kun bo'lib ketdi deb. Demak, bu dehqonni qaraviga bog'liq narsa. To'g'ri. Xo'p, endi bunga o'sha isitish tizimi orqali ozmoz issiqlik bergan bo'lsangiz kerak. Boshida fevral oyida ozgina issiqlik berdik, ko'proq. Termizlar ham bormi? Termiz bor edi. Termiz hamda shu kechasiga ozgina issiqlik berdik. Xo'p, endi qarang, juda ko'p joylarda mevalarni mayda bo'lib qolyapti, u degan gaplarni eshitdik. Hozir mana siznikida ko'rib turibmiz, normal holatda. Suv rejimini qanaqa berdingiz? Biz bu urug'ni beray turib ko'pchilikka aytganmiz, ko'chatning urug'ini beray turib. Suvni yaxshi ko'radi. Chunki avval ham aytganman, yana aytaman, Turkiyaga borganda mana shu tomchilatish tizimida shilanglarni 3 ta ko'rganman. Mana hozir siznikida 4 ta yo'q ko'rib turibman. 4 ta. Shu to'rovdan ham suv berganmisiz? Hammasidan suv berilgan. Suvni qanaqa rejimda bergansiz? Misol uchun mana shu pishgan shu kunlarda ham hozir normal holatda beryapsizmi? Shu kunlarda ozgina ko'proq suv beryapmiz. Ko'paytirgansiz. Deyarli mana 3-4 kundan beri havo o'ta issiq. Har kuni kechqurun shu yarim soatga oqizdiryapmiz shuni. Har kuni yarim soat. Xo'p, barglaringiz toza, tuti absoluta qurti, boshqa ko'rganim yo'q. Bularga ishlov berdingizmi yo o'zi yo'qmi hozircha? O'zi yo'q. Hozircha o'zi yo'q. Xudo xolasa hali birorta bir ximikiyat nima sepilgan yo'q. Endi bu navimiz Grazon navi, Grazon navi haqida sizni mana o'zi dehqonlar hammasidan so'rayapmiz. O'zi sizni shaxsiy fikringiz. Meni fikrim Grazon navini mevasini shaklini chiroyligi. Xo'p. Mana ko'ryapsiz, yumaloqqina, chiroyli, juda bozorgir. Rangi to'q. Undan tashqari eng yana muhim jihati bizga yoqqan tarafi mevani qattiqligi. Bozorga olib borsangiz ham bemalol olaveradi buni. Aqabaqa olib borsangiz darrov ezilib suv chiqib ketmaydi-da. Albatta, eksport bob. Eksport bob. Bemalol yashikka solib ko'tarsangiz bo'ladigan narsa. Mevasining shakli o'ta chiroyli, o'ta katta ham emas, keyin hali mayda ham emas, o'rtali. O'rta holatda. Bozor bor. Bozor shu standart mevani yaxshi ko'radi mana. Shuni uzaylik, mana uzib ko'rsataylik. Juda chiroyli. Juda yaxshi. Xo'p, Zuhriddin. Hozir juda ko'p mana Telegram gruppam ham bor, juda ko'p har xil gaplar bo'ladi. Bu yerda kimdir aytadi, hamma dehqon bo'lib ketgan, palon-piston, hamma dehqonchilik ko'rgan o'zini bu deydi. Mana hozir bizni olib kelishingizda telefon bo'lib qoldi. Adashmasam siz doktor bo'lib ishlaysiz. To'g'ri.
Biz ham xalq xizmatida. Xalq xizmatida doktor bo'lib, vrach bo'lib ishlaysiz. Endi qarang, shu ishdan otgan holatlarda bo'lyapti bu. Ishdan otgan holat. Buni ichida bassiz. Bundan boshqa davlat ishida ham ishlaysiz. To'g'ri. Ana, hurmatli bobo dehqonlar, bizda juda ko'p telefonlar bo'ladi. Menga o'zim ham bilaman, hattoki prokurorlar, militsiya xodimlari, hatto GAIlar, mana doktorlar, vrachlar, juda ko'p kasb egalari o'sha ishdan o'tgan paytda mana shunaqa ixchamgina kichkinagina teplisada o'zlarini vaqtlarini o'tkazishadi hamda maroqli, maza qildim deyishadi. Xudo xolasa mana ukamiz ham shu ishdan o'tgan paytda Zuhriddin ham chiroyli qarabdi, havasimiz keldi. Hali bu birinchi kislar sotishni boshlanibdi, birinchi kislar, ikkinchi kislarga o'tilibdi. Mana mo'yonlarimizda ham pishib yotibdi. Xudo xolasa mana Girazon nomimiz haqida Zuhriddinni dehqonni o'zidan eshitdilaring. Endi Zuhriddin, bu hozir chkankalar qilib qo'yibsiz. Chkanka qilingan. Buni bundan bari endi tezlashib ketadi, qizarish jarayoni juda tezlashib ketadi. Buni tugatgandan keyin o'rniga mo'ljalingizda adashmasam hozir dadezatni bodring-a, ko'zga bodring qilasiz. To'g'ri qilasiz, chunki almashlab ekilsa yaxshi-da. Xo'p, endi yana nima demoqchiman? Mineral o'g'itlar haqida ham ozgina gapirib o'ting endi. Qimmat mineral o'g'itlar berdingizmi yo boshida o'sha MPKlardan berdik, 20 lardan. Keyin shu gullagandan keyin asosan gulga o'tgandan ko'proq kaliyli o'g'itlar. O'zimizda o'sha kaliy, amapoz, ozroq siltira. Hozirgi kunda endi faqat shu kaliy, amapoz. O'zi hozir azotni to'xtatadigan payti, bundan bari azotni umuman xohlamaydi. Zuhriddin, yana bitta gap uka. Siz oldin ham ekkan bo'lsangiz, qaysidir navlarda bez bo'lib qolishi, ichi oq bo'lib qolishi bor-da, endi ko'p navlarda. Bu Girazon navida ham sezdingizmi birorta joyda bez bo'lishi yoki haligi tabarif virusi bor, dog' bo'lib qolish, shunaqa mevalar ko'rinadimi? Yo'q, hozir mana aylanib ko'rishimiz mumkin. Birorta shunaqasini ko'rmadim. To'g'ri, oldingi yillar boshqa nimalar ekkanmiz, bo'lgan o'shundaqa. O'zimiz tushunmaydigan qora dog'lar bo'lgan. Hatto mevalarda irib oqib ketganlari bo'lgan ko'rganmiz. Xudoga shukr, hozir bunda unaqa holatlar yo'q. Xo'p, palaklarimiz ham baquvvat mana. Ko'rib turibsiz, o'ziga yarasha baquvvat. Endi dehqonlarga qanaqa taklif berasiz bu nav haqida? Taklifimiz juda yaxshi, Girazon navi eksin, mana ko'rib turibdi. Yaxshi, kam bo'lmaydi, xudo xolasa. Mehnat qilib yaxshi qarasa, yaxshi bo'ladigan nav ekan. Yaxshi. Xursand bo'ldim, men ham Zuhriddin dehqonchiliklarni ko'rib. Xo'p, endi sizni ham vaqtingizni olmaylik. Siz ham davlat ishidagi odam ekansiz. Qolaversa kun ham isib ketyapti. Biz ham borib vaqtida ishni qilaylik. Endi hozir mana shu Alfa Agro firmasi rahbariyat tomonidan ozgina sovg'amiz bor. Kepka futbolkalar, mana pomidorimizni o'sha Girazon navimizda bo'lgan joylardagi rasmlari. Mana shu sizga endi topshiramiz. Yaxshi mehnat qilganingiz uchun. Qolgani endi nima deydi? Teletomoshabinlar bu oxiri baho beradi. Yaxshi o'rinlarda olsangiz, urug', ko'chat yoki pul mukofoti sizniki. Rahmat aka, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling-a. Bobo dehqonlar, mana hozir biz Bag'dod tumani Ulparma qishlog'idan video qildik. Xudo xolasa keyingi videolar sizniki bo'lishi mumkin. Biz hali ham musobaqani davom ettiryapmiz. Qo'ng'iroq qiling, albatta biz boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi ko'rsatuvlargacha.